أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum sabaqdaşlar. Bizning bugungi darsimiz nunat tavkid. Yani ta'kidning ikki dona nuni haqida to'xtalamiz. Endi ta'kidning ikki dona nuni degan nima desa, yani fe'l uning bilan ta'kidlangan nuni ta'kid as-saqila va nuni ta'kid al-khafifadan iborat ikki nunni ko'rsatib turadi. Yani fe'lni taşta o'qiladigan nun bilan ta'kidlash va sakin o'qiladigan nun bilan ta'kidlashdan iborat ikki nunni ko'rsatib turadi. Bu haqda musannif rahimahulloh mundaq deydi: lil fi'li tawkidun bi nunayhuma kanunay zahabanna wa akhsidanhuma yu'akkidan fa'al wa yaf'al atiya za talabin aw shartan imma taliya أو مثبتا في قسم مستقبلا وقل بعد ما ولم وبعد لا وغير إما من توالي بالجزاء وآخر المؤكد بته كأبروزا. Musannif deydi ki fiil ikki dona nun bilan ta'kidlanadi. Bu ikki nun izhabanning va iqsidanhumaning ikki dona nuniga o'xshash. Bu ikki nun if'alni ta'kidlaydi va talab egasi bo'lib kelgan yaf'alni yoki immoga yondishib shart bo'lib kelgan yaf'alni ta'kidlaydi. Yoki qasamning javobida kelgusi mustaqbal musbat bo'lib kelgan yaf'al shaklini ta'kidlaydi. Bu yaf'al shaklining madin keyin, lamdin keyin, ladin keyin ta'kidlanishi az bo'ldi. Shundaqla jazo talab qiluvchilardan immoning g'ayrida buning ta'kidlanishi yana az bo'ldi. Ta'kidlangan filning oxirini fatha o'qing, ubriza deganga o'xshash. Obrizan desak bo'ldi, obriza deb. Demak, bu yuqorqi uch baytning tarjimasi. Buningdan biz ko'rilish qildiki, fil ikki turli nun bilan ta'kidlanadi. Biri nun ta'kid saqila, nun ta'kid mushaddada. Bu mabni alal fatha bo'ladi. Ikkinchisi nun ta'kid khafifa sakina mabni ala sukun bo'ladi. Masalan, izhaban desak, mana bu izhabanning oxiridagi nun khafifa sakina mabni ala sukun bo'ladi. Endi izhabanna desak, nun ta'kid saqila mushaddada mabni ala fatha deb qoladi. Shunga biz li fi'lin tawkidun bi nunay degan gapdan tushunib olamizki, fi'lni ikki turli nun bilan ta'kidlagili bo'ldi ekan degan uqvog'li bo'ldi. Bu ikki nun qaysi desa, u gap chiqadiki, kanunay izhabanna va akhsidanhuma degandan izhabannaga o'xshash, izhabanna degan nun ta'kid saqila mushaddada va akhsidanhuma degan daldan kelgan nun sukunliq nun ta'kid khafifa sakinadan iborat. Bu ta'kid nunini ikki turli nun deganni ko'rib olib bo'ladi. Endi yu'akkidani if'al degan gap cho'risa, u ikki nun ta'kid khafifa va nun ta'kid saqila if'alni ta'kidlab turadi. If'alni ta'kidlaydi deganda nima degan gap desangiz, fil amrini ta'kidlaydi mutlaq holatda. Uning sharti yo'q. O çokum, o fil amri ya unda olab kelish kerakda, ya munda olab kelish kerakda, mundaq yeri kelish kerakda deydigan shart yo'q. If'alni ta'kidlab burdiki, if'aldan maqsad fil amri maqsad qildi. Fil amri if'al vazni kelgan fil amri muhatabni maqsad qildi.
Ve yef'alunu ta'kidlaydi degan gapdan şu fil muzarini ta'kidlaydi. Fil muzari bu ikki nun bilan fil muzari ta'kidlanadi. Qanday fil muzari desa, talab egisi bo'lib kelgan fil muzari. Ya'ni fil qanday holatda talab egisi bo'lib keldi desangiz, fil yoki istifhom bilan keladi, yoki nahiy bilan keladi. Deganga o'xshash istifhom nahiylar bilan, tamanni duolar bilan kelgan bo'lsa, bu talab egisi bo'lib keladi. Bunda talab egisi bo'lib kelgan yoki nahiy vositalari bilan birga kelgan, yoki lamul amr bilan birga kelgan, yoki istifhom vositalari bilan birga kelgan bo'lsa, buni talab egisi bo'lgan fil deb qaraymiz. Shundaq filni ta'kidlab beradi. Aw shartan imma taliya degancha, immoga yondashib kelgan, shart bo'lib kelgan filni ta'kidlab beradi. Masalan, immadan keyin keladi, imma yablughanna deganga o'xshash. Aş imma, bir immarik ma zaida mudghamma ja'at lit-tawkid. Ta'kid uchun kelgan o'zi zaid bo'lgan ini shartiyaga qo'shilgan ma'ning birikmasini imma demak. Shu immoga yondashib kelgan, immadan keyin kelgan shart bilan bo'lib kelgan mushu filni ta'kidlab beradi. Aw musbatan fi qasamin mustaqbala degan gap desa, onda da u fil, u nun xafifa va nun saqila bu qasamning javobida kelgan mustaqbal musbat bo'lgan filni ta'kidlab beradi. Buningdan chiqadiki, musbat bo'lmay manfi bo'lib qolsa yoki mustaqbal bo'lmay hal zaman bo'lib qolsa, bu chaqda uni ta'kidlamaydi. Ta'kidlanish mumtani olib qoladi. Va qall ba'dama va lam wala va qall ba'dama va lam va ba'dalla degan gap ko'rganda, u fil muzarining ta'kidlanishi ma nafiyadan kelib ta'kidlanishi as. Yoki madan kelib ma zaida desak bo'ldi, madan kelib ta'kidlanishi as. Lamdan kelib ta'kidlanishi az. La nafiyadan kelib ta'kidlanishi az. Asosiyat az ta'kidlanadi. Ta'kidlanmaydigan ahvoli ko'p bo'ladi. Va jazoni talab qilguvchilardan bo'lgan immoning g'ayrida kelsa, u fil muzori ta'kidlanishi az bo'ldi demakchi. Jazo talab qilinadigan qilguvchilardan immoning g'ayrisi, immomi jazo talab qiladi. Chunki immomi shart vositasi. Bu o'g'achqa jumla shart va javobi shart. Endi jazo talab qilguvchi nima bo'ladi desangiz, jumla shart jazo talab qildi. Masalan, adatu shart cümle şart ve cevabı şart iken şu ceza talep kılgıcı olan immadan başkası dese, mesela ceza talep kıtkan ama imma şart vasısı, imma şart vasısı olan immada çokum onunki ta'kidlanib kelishi vacib bo'ldi yoki jaiz bo'ldi, ko'p ta'kidlanib kelishi. Ammo shart vasısı olan imma emas yoki mata yoki man ya ma'ga o'xshash bunda shart vositalar immadan boshqa shart vositalarining kelgan jumla shartning ta'kidlanishi bu az demakchi. Va axiral muakkad ibta ka ubruza degani, ya'ni fil muakkadning oxirini fata o'qing. Demakchi o'g'ini fil muakkad nuni ta'kidlangan filning oxiri fataga mabni bo'ladi. Ubruza degan qafining jihatini ubruza bo'lgan bilan esa ubrizan nun ta'kid xafifa bilan ta'kidlangachga. Endi fil muakkadning oxiri fataga mabni bo'ladi. Illa u fil af'al xamsa bo'lmasligi kerak. Af'al xamsa bo'lmagan chaqda andin oxiri fataga mabni bo'ladi. Ammo af'al nima bo'lganda u af'al xamsadan qatoridan bo'lsa, uning fa'ili alif snayn vavul jamaa ya al muxataba bo'lsa yoki u anaqa nun nisbat fa'ilab kelgan bo'lsa, bu chaqda bu filning oxiri fataga mabni bo'lmaydi. Shunga fil muzari ikki xil holatda mabni bo'ladi deymiz. Fil muzari biri nuni ta'kid bir vosita tutashgan holda mabni bo'ladi. Yana biri nuni nisbat tutashgan holda mabni bo'ladi. Anda bo'lsa fil muzarining nuni ta'kid mubashiratan tutashgan holda mabni, ama u fil muzarining fa'il alif snayn vavul jamaa ya al muxataba bo'lmasa,
İkinci birisi pil muzari mabni oludu, sukunga mabni oludu. Sukunga uçan şu nunu nisbet tutuşkanda sakinga mabni oludu. Onun fail elipsinin vavul cema ya'l muhatibi bo'lmaganda u fathaga mabni oludu. Ama bunu endi pilden mazi mutlak ta'kidlanmaydi. Pil mazi nunu ta'kidlanmaydi. Ama pil muzarida pil emri mutlak ta'kidlanadi, bunga shak ketmaydi. Ama pil muzarining ta'kidlanishida tafsilotlar bor. Endi demak pil muzarini pilni nun bilan ta'kidlaganda qanday ta'sirlar paydo bo'ladi deganda ikki xil ta'kidlagandan keyin ikki xil ta'sir paydo bo'ldi. Biri ta'sir lafziy ta'sir paydo bo'ldi, ikkinchi birisi ma'naviy ta'sir paydo bo'ldi. Ma'naviy ta'sirdan nuni ta'kid masalan izhab bag'in desak, izhabanna sen chuqum bag'in dedik. Ma'naviy ta'sir nima desa, pil muzarini kelgusi zamonga xoslashtirish. Masalan la tazhabu sen albatta barisan desak, la tazhabanna sen chuqum barisan desak, mishal pil muzari agar la tazhabu sen barisan deb sen beryapsan deb balki u pil muzarining zamoni hozirgi zaman ya kelgusi zamonga ehtimollik bo'ldi. Nuni ta'kid qilgan aman chuqum uning zamoni kelgusi zaman bo'lib turdi. Shu pil muzarining kelgusi zamonga xoslashtirish iborat ma'naviy ta'sir paydo bo'ldi. Va shundaqla şu pili emri desa pili emride man kelgusi zaman şekli. Pili emrinin zamanı ezelden kelgusi zaman. Ama pili muzarinin zamanı ya mustakbel ya hal ya hazırki zaman ya kelgusi zaman buludu. Ama nun ta'kid ise çokumu pili muzarinin zamanı mı kelgusi zaman bulup gidiyordu. Pili emrinin zamanı mutlak kelgusi zaman buludu. Lekin nun ta'kid degende şu pili emrideki kelgusi zamanlıkını mana cihette takımı küçeytiyordu. Nimeden başka o pildeki iş hareketini küçeytip birişten sırt boğan bir manama o. Onun ta'kid degende pildeki iş hareketini allaqachon küçeytdi. Yani izafeten ila ifadeti tevkid deymiz şu an. Yani pildeki iş hareketini ta'kidlashdan sırt bir yana başka bir manevi ta'sirlarni bununla paydo qilib turdi. Nemishqa deganda chunki ta'kidlanish endi nuni ta'kid saqila bilan ta'kidlansin bo'ldi ekan, nun ta'kid xafif bilan ta'kidlansin bo'ldi ekan, farq bormisi bor. Masalan bir pil izhabanna bilan ta'kidlanibdi, yana birisi izhaban deb ta'kidlangan bo'lsa, qasam ma'nosi kuchli desa, nuni ta'kid xafi saqil bilan ta'kidlangani kuchli ta'kidlanishda ma'noni kuchaytirishda muxaffafidan kuchli bo'ladi. Chunki qurilmadagi harfning ziyodaligi ko'pincha vaqtda ma'naning ziyoda bo'lishiga dalolat qilgan bo'lg'achqa. Endi ikkinchisi lafziy jihatda ta'sir va pilga ta'kidlangandan keyin lafziy jihatda ta'sir paydo qildi deyishimiz. Pil muzari va pil amri bu oxiri ta'kidlanish bilan bu nuni ta'kidlanish bilan fataga mabni bo'ladi. Shart uning oxiriga şu bir vasıta tutuş şartı bilen. Şu nun ta'kid pilning oxiriga ittisalen mubashiran holatda tutuş bilan bir vasıta tutuş şartı bilan çokum şu pil muzari bilan pil amrining oxiri fataga mabni bo'ladi. Mana bu lafziy ta'sirini ko'rsatib turadi. Masalan, pil muzarining nima qildi desak, la ansuru al-mazluma. Men mazlumga yordam beraman. Am ta'kidlasak la ansuranna al-mazlum. Men mazlumga qatan yordam beraman deganga o'xshash. Masalan, ushkur man ahsana ilayk. Sana yaxshilik qilgan kishiga tashakkur et desak, ta'kidlasak ushkuranna man ahsana ilayk deganga o'xshash. Mana bu fathaga mabni bo'lishdan iborat bir holat shakllandi. Endi pil muzarini ta'kidlash ba'zi chaqlarda vojib bo'ladi. Pil muzarini ta'kidlash ba'zi chaqlarda mumtani bo'ladi, ba'zi chaqda ta'kidlash joiz, durust bo'ladi. Ta'kidlanishi ko'p bo'lmoq bilan durust, ba'zi chaqda ta'kidlanishi durust, ta'kidlanishi oz bo'lmoqlik bilan durust. Shunga joiz bi kasra au joiz bi qilla. Ta'kidlanishi ko'p bo'lishi bilan yoki ta'kidlanishi oz bilan joiz
buluşdan ibaret. Vacib buluş, ta'kidlanishi, mumtani buluş, jaiz buluşdan ibaret 3 holatga bo'linadi. Anda da qandaq chaqda fe'l muzarining ta'kidlanishi vacib bo'ladi deganda fe'l muzari cho'qim qasamning javobi bo'lib kelsa va qasamning javobi bo'lib kelishidan birga uningdan sirt 3 dona shart to'liq bo'lib kelsa bu chaqda fe'l muzarining ta'kidlanishi vacib bo'ladi. Qasamning javobi bo'lib keldi, shundaqla qasamning javobi bo'lib kelishidan birga uningga lamul qasam fe'l muzariga muttasil holatda tutashgan bo'lish kerak. Yine lamul qasam bilan fe'l muzarining o'tirga fasil kirib qolmaslik kerak. Fasil ikkinchi sharti cho'qim o fe'l muzarining shu zamoni kelgusi zaman bo'lgan bo'lish kerak. Üçüncüsü o fe'l muzarining zamoni cho'qim musbat fe'l muzari cho'qim musbat bo'lgan bo'lish kerak. Demak, şu 3 şartdan biri fe'l muzari qasamning javobida kelish bildin sirt 3 shart dedik. Qasamning javobida kelib musbat bo'lsa, qasamning javobida kelib mustaqbal bo'lsa, qasamning javobida kelib lamul qasam shu fe'lga bir vosita muttasil holatda tutishib kelgan bo'lsa, bu chaqda fe'l muzarining ta'kidlanishi vojib bo'ldi deb qaraymiz. Bo'lmasa vojib bo'lmaydi. Masalan, tallahi la akidanna asnamakum desek, tallahi la akidan. Mishada akidanna degan fe'l muzarining ta'kidlanishi vojib bo'ladi. La akidan. Chunki biri la akidanna degan tallahi degan qasamning javobida kelib 3 shart to'liq chiqdi. Biri la akidanna deb lamul qasam, lamul qasam akidanna degan fe'lga muttasil bir vosita tutishib keldi, o'tirdi, fasil kelib qolmadi. Ikkinchi birisi o cho'qim la akidanna asnamakumning zamoni kelgusi zaman bo'ldi. Üçüncüsü la akidanna musbat bo'ldi. Shunga buning ta'kidlanishi vojib bo'ladi. Agar mushu qasamning javobida kelmasa, yine ta'kidlanishi vojib emas. Yuqorqi 3 shartning birisi tep qasamning javobida kelsimi, yuqorqi 3 shartning birisi tepilmasa, ta'kidlanishi mumtani bo'ladi. Ta'kidlanishi durust emas. Anda olsa fe'l muzarining ta'kidlanishi ikki o'rinda mumtani bo'ladi. Birinchisi qasamning javobi keldi, ta'kidlanish va ta'kidlanishning vojib bo'lish shartlari to'liq tepilmasa, ta'kidlanish mumtani bo'ladi. Masalan, birinchi shart shu lamul qasam muttasil bo'lsin degan munfasillab qolgan bo'lsa ta'kidlanmaydi. Fe'l bilan qasamning javobida kelgan fe'l bilan qasamning lamining o'tirsa fasil kirib qolgan bo'lsa bo'lmaydi. Masalan, vallahi lasawfa afzalul nasiha deganga o'xshash. Yoki vallahi lasawfa ajtahidu fi dirasa deganga o'xshash. Alloh bilan qasam, men kelgusida cho'qim dars tirishiman desak, vallahi lasawfa deb keldik. Amshada chunki lamul qasam bilan ajtahidu degan fe'lning o'tirisida bir savfidan iborat fasil kirib qoldi. Shunga zamoni kelgusi zaman bo'lmasa, savfining kirganligi kelgusi zaman bo'lsa-mu, o'tirgan lam bilan fasil kirib qolganlik uchun ta'kidlanishi cheklanadi. Agar savfi kelmagan bo'lsa, vallahi la ajtahidanna fi dirasa deb ta'kidlansa bo'ldi. Yoki fe'l lam tutishib kelgan bo'lsa-mu, ammo fe'lning zamoni mustaqbal bo'lib qolmay, hal bo'lib qolgan bo'lsa ta'kidlanishi mumtani bo'ladi. Masalan, va robbi la aqumu bi wajibi al-ana. Rabbim bilan qasamki, albatta men hozir topshiriqimni ijro urilyapman desak, la aqumu ta'kidlanmadi. La aqumanna deb ta'kidlanish mumtani. Nimishqa? Chunki la aqumu degan fe'lning zamoni hozirgi zaman al-anining qarini bilan. Yoki fe'l nafiyulab qoldi. Va robbil ka'ba la ansuruka in atadayta. Ka'baning parvardigori bilan qasamki, sen tajovuzchilik qilsang men sana yordam bermayman deganga o'xshash. Yoki tallahi tabta'u tazkuru Yusuf. Anladın? Müşerek tabta'u ta'kidlanmadi. Chunki nimishqa desa tallahi la tabta'u de la nafiya tashlangan. Sen hemisha Yusufni aslaysan degan ma'noda la harfini tashlangan bo'lg'achqa bu
yine takdiren badep qardıtqan boğuşqa şuna ta'kidleniş mumtani. Yuqarı holatlarda ta'kidleniş bunu çekilindi. Çünkü ta'kidleniş vacib butqan şartlardan bir şart yo'qolganligi uchun ta'kidleniş mumtani uludu. Bu ta'kidleniş mumtani butqan urunun ikincisi. Birincisi ma. İkincisi ta'kidleniş mumtani butqan urunun ikincisi ta'kidleniş durus butqan narsalar bilan boshlanmagan bo'lsa, bu chaqda ta'kidlenish mumtani uludu. Masalan, yoki u talab emrini ifodalab turadigan vositalar bilan boshlanmabdi, ya nahyni ifodalab turadigan vositalar bilan boshlanmabdi, ya istifhomni ifodalab turadigan vositalar bilan boshlanmabdi, ya'ni talab vositalar bilan boshlanmagan bo'lsa, u fe'l yoki ta'kidlanish uchun keladigan imma in bilan qo'shiladigan, ya'ni imma bilan boshlanib kelmagan bo'lsa, bu chaqda ta'kidlanishi shu joizmi bo'lmaydi. Mushunda buni bilan boshlanmaganda yana ta'kidlanishi mumtani bo'lib qoladi. Agar u fe'l shu talab vositalari bilan boshlansa, lamul amr bilan, laun nahy bilan, istifhom vositalari bilan boshlansa yoki imma bilan boshlansa, bu chaqda uni ta'kidlanishi joiz o'tdi. Buning bilan boshlanmaganda yana ta'kidlanishi mumtani bo'ladi. Şuna biz beytta yef'al atiyen za talab ev şerten imma taliye degan çoqum ta'kid fil muzarining ta'kidlanishi joiz, lekin ko'p holatda ta'kidlanib keladiganligi ko'rsatib turadi. Ev musbatan fi qasabin mustaqbala çoqum fil muzarining ta'kidlanishi vojib bo'lgan qismini ko'rsatib turadi. Va qal ba'da ma va lam va ba'da la ve gayri imma min tavalibil jaza degan fe'l muzarining ta'kidlanishi joizlikning, lekin ta'kidlanishi az holatda ta'kidlanib ketganligini ko'rsatib turadigan betlar hisoblanadi. Endi biz masalan fe'l muzarining ta'kidlanishi joiz bo'lgan misollarni ko'rsak, masalan imma bilan boshlangani ta'kidlandi, joiz ta'kidlanib kelishi ko'p bo'ladi. Masalan imma tab'alannal xayr tanal jazaahu. Sen agar yaxshilik qilsang mukofotiga erishsan dedik. Imma tab'alannal xayra desak, mishara immadan kelgan tab'alanna degan fe'lning ta'kidlanishi joiz. Ta'kidlanib kelishi ko'p, ammo ta'kidlanmay imma tab'al al xayra tanal jaza deb kelsa durust, lekin az. Ta'kidlanib kelishi ko'p bo'ladi. Balki immadagi ma zaid jaat lit tawkid. Ta'kid uchun kelgan harfi zaid bo'ladi, in harfi shart. Endi buni Qur'oni Karimda kelgan chaqda buni immadagi ma'ni zaid demay, imma deki ma sila jaat lit tawkid deymiz. Qur'onda kelganda adab saqlash nuqtasidan bu immadagi ma ta'kid uchun sila bo'lib kelgan deymiz. Ayni siladan maqsad zaid demakchi. Endi ma bilan boshlangan bo'lsa bo'ladi. Masalan mazzaid odatda ma bilan boshlangan odat nima? Ma u amrni ifodalab turgan vositalar bilan boshlangan bo'lsa ham bo'ladi. Masalan litarhamannal miskina. Sen bir miskinga yordam bersang, litarhamanna al miskin. Yak agar ta'kidlanmasa litarham deb kelsin bo'ladi. Ta'kid ama lamul amr bilan kelgandan keyin ta'kidlanishi durust, ta'kidlanmasligi joiz bo'ladi. Nahy bilan kelsa la tuakhiranna fi'lal xayr ila g'ad. Yaxshini ati qilishga kechiktirmagin. Yaxshini cho'qim bugun qilib ati kechiktirmagin degan la tuakhiranna kelsa bo'ldi, la tuakhir kelsa bo'ldi, lekin la tuakhiranna kelish ko'p bo'ladi, chunki la nahya bilan keldi. Va la tahsabanna Alloha g'afilan amma ya'malu zalimun deganga o'xshash. Annahy istifhom tamani şöyle talabni ifodalaydigan istifhom vositalari bilan kelgan bo'lsa ta'kidlansa bo'ladi. Masalan hal tasilanna rahmak. Sen o'zingning rahmatini ulamsa, hal tasil ulamsa, hal tasilu deb kelsin bo'ladi, hal tasilanna deb kelsin bo'ladi. Endi undan boshqa fe'l muzarining ta'kidlash joiz, lekin ta'kidlanishi az dedik. Buningga beytda va qall ba'da ma va lam va ba'da la va g'ayri imma min tawalibil jaza
degan bekdan chiqdi bu gap. Ya'ni fe'l muzarining ta'kidlanishi durust, lekin az ini shartiya bilan idg'om qilinib, ini shartiya bilan imma deb bunda qo'shilib kamigan madin kin kelsa, ya'ni madin kin kiptu bu ma'mi zaid, ma zaidadan kin fe'l muzari kiptu, ma zaidadan kin fe'l muzari kiptu ta'kidlanishi az. Lekin bu ma imma bilan in bilan qo'shilib imma deb kelgan bo'lsa ta'kidlanishi ko'p bo'ldi, yolg'iz kelganda az bo'ladi. Masalan, bi'aynin ma arayannaka. Bi'aynin ma arayannaka. Hamda yani bi'aynin ma arayannaka deki ma zaid. Men seni öz ko'zim bilan ko'ryapman. Ko'z bilan men seni ko'ryapman deganga o'xshash. Ma zaid li tawkid arayanna fil muzari mabni ala al fath. Fathi nun ta'kidun kelgan kaf maf'ulun bih deb qaraymiz. Shundaqla yana fe'l muzarining ta'kidlash az bo'ladi. Lamdan kin kelgan bo'lsa fe'l muzari dedik. Lamdan kin ketgan chuqum fe'l muzari ta'kidlanadi, lekin ta'kidlanishi az bo'ladi. Masalan, lam yaf'al qilmadi. Lam yaf'alanna u hargiz qilmadi deganga o'xshash. Masalan, man marrat bihi mawasimut ta'a va lam yastaghallanha fa huwa mahrum. Ki qandaq bir odamdan itoat qilish vaqtlari bir odamdan kelsa, bu odamdan o'tsa, bu odam bu itoat vaqtlaridan foydalanmasa, bu odam mahrum hisoblanadi deganga o'xshash. Ta'kidlanadi durust, lekin az. La nafiyadan kinki ta'kidlanishi bo'ladi, lekin az. Masalan, badir bil amal zamana shabab la yafutannaka. Sen yosh vaqtingda amallarga oldirgin, u amallar sendan o'tib ketmasin deganga o'xshash. Yoki Qur'oni Karimdagi la yahtimannakum Sulaymon va junudu deganga o'xshash. Demak, endi shu fe'l muzarining az va ko'p holatda ta'kidlanishining joiz bo'lishi, ta'kidlanishning vojib bo'lishi va ta'kidlanishningki mustaqbal, ya'ni durust bo'lish, shu vojibligi mumtani bo'lishi haqida to'xtaldik. Endi navbatda shu fe'l muzarini ta'kidlaganda qanday ta'kidlaymiz masalasini o'tirib qo'yamiz. Zot ta'kidlasak qanday ta'kidlaymiz? Bu vaqtda musannif bunday deydi. Vashkulhu qabla muzmarin laynin bima janasa min taharrukin qad ulima wal muzmar ihzifanhu illa al alif wa iyakun fi akhir al fi'li alif faj'alhu minhu rabi'an ghayra al ya wal waw ya'an kas'ayan sa'ya wahzibhu min rabi'in hatayn wa fi wawin veya şeklun mucanisun kufi. Nahuh şeyin ya hindu bil kesri veya kavmuh şevun vazmum vakis musavviya. Yani tüvende fe'l muzarining ta'kidlash, nun bilan fe'l muzarining ta'kidlash usulublarini tüvende ko'rib o'tamiz. Beytning avvalan biz tarjimasini ko'rsak, beytning tarjimasi vashkulhu, siz shu fe'l muzarining oxiriga lin bo'lgan muzmarning oldidagi shu oldiga lin bo'lgan muzmarning oldidagi harfga, fe'l muzarining harfiga bilingan harakatlardan mas ketgan harakat bilan uning harakat biring. Muzmarni, zimirini tashlab o'ting, illa alifni tashlamang. Agar fe'lning oxirida alif bo'lib qolsa, siz bu alifni shu fe'ldan yo'ga o'zgarting. U fe'l yo'ning va vo'ning g'ayrini rafi o'qituvchi bo'lgan holatida isayanna sa'ya deganga o'xshash. Va siz u alifni
Muşu voni yoki yani pashi o'qituvchi bo'g'inidan o ilipni tashlang. Vo va yada ergishilgan o'ziga munosib tutgan shakl berish mavjud. Masalan, ikhshayin ya hindu bil kasri ya qavmi ikhshawun deb pashuqum barabar holatda mushuningga o'xshatgan fillarni mushunda qiyos qilsangiz bo'ladi. Endi Beytning mana bu lug'at tarjimasi biz beytni bir qo'z sharhligimizda vashkulluhu qabla muzmarin layinin bima janasa min taharrukun qad ulima degan haqda to'xtalsak, vashkulluhu ya'ni shu pilga ta'kidlanmoqchi bo'lgan pilga ta'kidlangan pilga shakl biring degan gap, uning zibar ya zir ya pash deganga o'xshash harakatni biring. Qanda u pilning fa'ili vovul jamaa yoki yaul muxotaba yoki alif isnayn bo'lsa demakchi. Chunki qabli muzmarin laynin degan nima degan bo'lsangiz, layn bo'lgan muzmarning oldi degan gap, yine voning oldi pash o'qilsa, yaning oldi zir o'qilsa, ilifning oldi zibar o'qilsa, alif isnayn vovul jamaa yaul muxotabini buni zimir deymiz. Muzmar deyishimiz zamir. Zimir layn deyishimiz bu zimirning oldi pash o'qilganligi uchun layn bo'ladi. Mushuning oldida mushu vovul jamaaning alif yaul muxotabining oldiga harakat biring. Nima bilan? Shu vo'g'i maslashadigan, yog'i maslashadigan harakat bilan harakat biring degan bo'ldi. Yine bima janisa min taharrukun qad ulima degan bilingan harakatlardan munosib tutqanlari bilan ay muzmarning oldidagi ay pilning harfiga harakat biring debdi. Anda bo'lsa bu bilingan harakat nima desa, vo'ning oldining pash bo'lishi, yaning oldining zir bo'lishi, alifning oldining zibar bo'lishi maqsad qilindi. Vel muzmar ihzipan illa al alif degan ko'rsa, zimirini tashlab o'ting alifdan boshqa demakchi o'g'ini. Masalan, sabara yasbiru desak, tasbiru. Endi bu pilni ta'kidlamoqchi bo'lsak, tasbiruna, tasbirina deganga o'xshash bo'ldi. Tasbiruna, tasbirina, tasbirani, sabara yasbiru, tasbirani, tasbiruna, tasbirina desak, o'chada shu zimirni tashlab o'ting alifdan boshqa degan ekan, alif isnayn vovul jamaa yaul muxotaba hammasi zimirdi. Bundan alifdan tashlab o'tmaymiz. Tasbirani shu paytda turadi, ammo tasbirunadiki va tasbirinadiki zimirni tashlab o'tamiz. Nima bilan qo'shab deganda ta'kidlaganda nunul boshqishning alomati bo'lgan nun bilan birga. Chunki subutun nun alamatur rab'i va nasbi butdi. Chunki fil muzari mabni nimaga mabni desa, fil amri mabniydi ma'noda laqam shu mabni bo'lmasimi o'sha nun tashlanadi. Masalan tasbirunani nuni ta'kidlamoqchi bo'lsak, o'chada tasbirunadagi nunni tashlab o'tamiz. Nimishqa tavalil amsal deymiz. O'xshash bo'lgan harflar arqma qilib qolganligi uchun, chunki ta'kid nuni ishkin nun yine bir nun uch nun biroqlik qilib qolgancha tavalil amsal degan qoida bo'yicha bu arqma qilib qoldi deb tasbiruniki nunni tashlab o'tamiz. Shuning bilan bu tasbiru bo'ladi. Va zimirni tashlang dedi. Zimirni tashlaganki vo'ni tashlasak tasbiru qoldi. Endi nun ta'kidga kelsak tasbirunna. Yani taşlı asli tasbirunna o'tdi. Endi tasbirina de şu tasbirina de yani taşlaymiz, nunni taşlaymiz, tasbirinna deb ta'kidlaymiz. Aslida tasbirinna o'tdi. Tasbirinna o'tdi. Mo'shin demakchi, shu o'ni tashlang illa alif degancha alifni tashlamang. Elifni tashlamasangiz. Chunki tasbirani, endi tasbirani ta'kidlamoqchi bo'lsak, nunni tashlaymiz, elif qoladi, tasbira bo'ladi. Nunni ta'kidni kasrli holatga keltiramiz. Tasninki nuniga o'xshab o'xshasin deb shuni bilan tasbirani bo'ladi. Tasbirani. Va in yakun fi akhir al-alif
ve yakun fi ahiril fi'l alif. Filning oxirida alif bo'lib qolsa, ya'ni bir fil biz ta'kidlamoqchi bo'lgan filning oxiri alif bilan kelgan fil bo'lsa, masalan, qanday fil desa, raziya yarza, tarza degan filni, nasiya yansa degan filni yoki xashiya yaxsha degan o'xshash fillarni ta'kidlamoqchi bo'lsak, oxiri alif ekan. Endi mushuni qanday ta'kidlaymiz deganda, shundoq yakun fi ahiri fi'l alif oxiri alif bo'lsa, faj'alhu minhu rafi g'ayral ya val va ya'an. Shu alifni fildan o alifni ya qilib o'ting, yog'i yotgan alifni. Ama fil şu çağda çokum o filning faili ya bo'lmasin. Ayni asmaul af'al xamsining qatoridagi faili ya'ul muxotaba bo'lmasin, faili vavul jamoa bo'lmagan holatidagini demakchi. Masalan, is'ayanna sa'ya deganga o'xshash. Masalan, biz tardo degan filni ta'kidlamoqchi bo'lsak, tardo. Endi tardo degan filni ta'kidlamoqchi bo'lsak, oxiri ilib bor. Endi bu faili rafi'an g'ayral ya val va dedi. Fail yani peş okutmagan halatda o fil, onu peş okutmagan halatda o fil deganimiz, o filning faili ya'il muxotiba bo'lmaganda, filning faili vavul jamoa bo'lmaganda, anda olsa filning faili alif isnayn bo'lsa, yoki filning faili onun tigidagi zamiri mustatir anta bo'lgan chaqda degan maqsad qilingan. Anda olsa tarda degan filni ta'kidlamoqchi bo'lsak, la tarda yanna deb ta'kidlaymiz. La tarda yanna. Nimishqa Voni yağı yotgan, ayarki alifni yağı yotgan degan ekan, la tardodiki ilifni yağı yotganmiz, la tardaya bo'ladi. Nunni akasak la tardayanna deb ta'kidlanadi. Endi uning faili vovdan yaning boshqa alifsidan bo'lgan bo'lsa, bu chaqda tardayani. Tardayani bo'lsa, ta'kidlaganda la tardayan bo'ladi. Nun tashlab o'tiladi, ta'kidni keltiriladi, alifsidan o'z pati qoldiriladi. Şuna la tardayanni qiladi. Va hazibhu min rafi'in hatayni degan so'zsa, endi shu ilifni filning oxirida alif bo'lsa, o ilifni faili alifsinin faili ya'ul muxotiba va ul jamoa bo'lmaganda yog'i yotganimizgan. O filning faili va ul jamoa yoki ya'ul muxotiba bo'lganda, shuni meni alifni tashlab o'tamiz. Masalan, tardo degan fil tardo desek ahiri ilib ba, muşunun faili ne olsa, faili olganda tardav, radiya yarıza tardavna, radiya yarıza tardina, tardayna, tarda, mesela nasiye yansavna, yansavna, ya'ul muhatibi yansayna. İkhşa, takhşa, takhşayna, takhşavna, vavul jamaa faili olsa takhşavna, ya'ul muhatibi faili olsa takhşayna oldu. Vahzib hu degan nima degan bo'ldi? Ana shu ilibni siz nima qilib o'tding? Tashib o'ting shu ilibni. Shu ilibni tashib o'ting. Mushu ikkisini pesh o'qituvchi bildin deydi. Hozir ikkisi pesh o'qituvchi ya'il muxotabani pesh o'qitgan, ya'il muxotaba fa'ili bo'lgan, va'ul jamoani pesh o'qituvchi dedimiz, va'ul jamoa fa'ili bo'lgan bildin tashib o'ting. Unda bo'lsa biz taxsha unda va'ul jamoa fa'ili bo'lganini keltirsak tashib o'tib taxshavuna ya'ul muxotaba faili bo'lganini keltirsak, alifni tashlab taxshayna bo'ladi. Endi buni andin ta'kidlasak, faili bo'ldi va ya bo'ldi. Fi wavin va ya'inin shaklun mujanisun qufi degan nima deganini ko'rsatib turibsiz. Fi wavin ya'in degan ana shu taxshawnadagi vo'ning masalasi va taxshaynadagi ya'ning masalasi. Faili bo'lgan shu vo'da, faili ya bo'lgan shu taxshayndagi ya'da shuningga mas kitgan harakat beriladi. Mas kitgan harakat berilsa, o chaqda bu tashlangandan keyin taxsha, masalan, taxshawunna, taxshayinna deb mana ta'kidlanadi. Buni bu bilan ya'da ashuningga arab tilida agishilgan munosib bo'lgan bir shakl bor degan gap. Shu uzgun mas kitgan harakatni bilsak, masalan, ikhsha taxsha desak taxshayna. Taxshayna bo'lsa ya'ul muxotaba fa'il bo'ldi. Bu chaqda alif tashlandi. Asli nima edi u? Taxsha yinadi.
taxshayina. Taxshayina. Ya üzünün yası taşlandı. Taxshayna ya kesillik ya taşlangan. Taxshayna qalgan. Hazır yanı taşlayıp ötüp nima? Şu ilip taşlangandan keyin taxshayna oldu. Biz ahırga tavalisil emsalning qatoridan taxshaynani ahirgi nunni alamat rafi olgan nunni tashlab taxshay qoldi. Nun bilan ta'kidlasak taxshayinna. Taxshayinna. Nunun ta'kid xafifa bilan ta'kidlasak taxshayin. Wo bilan kelgancha taxshawna bo'lgan taxshawun. Taxshawunna. Mesela emrisi şu ihşayin, ihşayun, ihşayin, ihşawun olur. Mesela taxshayna bo'lgandan taxshayin, taxshawna bo'lgandan taxshawun deb bunday ta'kidlaysiz. Chunki yani bil ihşayin yahindun bil kasri dedi o. Yani kasr o'qishidan ihshayin. İqavm quruqlar deb voni pashuqun deydi. Vazmum voni pashuqun ihshawun bo'lsin. Qis musaviyan mo'shunga o'xshash qiyos qiling dedi. Masalan tarzani misol qilsak tardawna tardayna o'tdi. Tardawna ta'kidlasak tardawunna yoki tardawun. Tardayinna yoki tardayin deb bunday aloqa ta'kidlanadi demakchi. Mana bu yuqorqi 5 baytning mazmuni mushu 5 bayt bunu mazmunlarni bildirib turadi. Biz endi mushu filmuzarni nur bilan ta'kidlash yoki pilni nur bilan ta'kidlashning tafsili misollarini so'zlab o'tdik. Yana bir qatim biz buni misol bilan ko'rib o'tgan vaqtimizda pilning fa'ili odatda alif isnayn bo'lmasa, vovul jamoa bo'lmasa, ya'ul muxotaba bo'lmaganda bu fil sahih bo'lsa, masalan zibarga mabni bo'lib ta'kidlanadi, la tasbiranna isbiranna degan o'xshash. Agar fil vo ya bilan illalik qilib qolgan bo'lsa, u vaqtda bu fa'ili alif isnayn vovul jamoa bo'lmasa, mesela la da'ayadun tad'u desak tad'uunna nima da'ayadun bu tad'uwanna degan o'xshash ya bilan kelgan o'schu qadayaqdan taqdiyanna degan o'xshash bo'ladi. Ammo fa'ili alif isnayn bo'lib fa'ili alif bo'lib qolgan bo'lsa nima? Agar u fil alif bilan illalik qilib qolgan bo'lsa, fil va bilan illalik qilgan bo'lsa yoki fil ya bilan illalik bo'lgan bo'lsa, o'chali xuddi sog'lom fil ta'kidlangandek oxiri fataga mabni bo'lib ta'kidlanadi. Fa'ili alif isnayn va jamoa ya muxotaba nunun nisbat bo'lmagan chog'da. Agar u fil illalik bilgan, lekin alif bilan mu'tal bo'lgan bo'lsa, radiya yarzaga o'xshash bo'lgan bo'lsa, bu chog'da ya ilib yo'tkilinadi. Shuning bilan tardani la tardayanna deb ta'kidlaymiz. Agar filning fa'ili alif isnayn bo'lsa, filning fa'ili alif isnayn bo'lsa, fil sahih fil bo'lsa, u chog'da sabara yasbiru o'xshash bu vaqtda ta'kidlanish shakli shu oxirdagi masalan ilibsin tasbironi deymiz. Tasbironni ta'kidlasak oxirdagi nunni nunur rab'ini tashlab o'tib nunu ta'kidni keltiribmiz la tasbironni bo'lsa bo'ladi. Agar u fil fa'ili alif isnayn bo'lgan fil vav bilan mu'tallab qolgan bo'lsa yoki ya bilan mu'tallab qolgan bo'lsa, yana xuddi sog'lom fil tasniy qilingan ta'kidlangandek ta'kidlanadi. Masalan da'ayadun tad'uwani ta'kidlasak tad'uwani deb ta'kidlanadi. Masalan ya bilan bo'lgan uchun qado yaqdi taqdiyani taqdiyanni la taqdiyanni deb bunday ta'kidlanadi. Agar mushu fa'ili alif isnayn bo'lgan fil uning alif isnayn bo'lgan fil oxiri mu'talkan alif bilan mu'tal bo'lgan bo'lsa, radiya yarzaga o'xshash, nasiya yansaga o'xshash bo'lgan bo'lsa, bu chog'da ashadagi alif yog'i yo'tkildi, la tardayanni degan o'xshash. Endi agar filning fa'ili vovul jamoa bo'lib qolsa yoki filning fa'ili ya'ul muxotaba bo'lib qolgan bo'lsa, fil sahih bo'lgan bo'lsa, nunur rab'i boshqilishning alomati bo'lgan nun va vovul jamoa va ya'ul muxotabalar tashlanadi.
Vovul cema'a bilen nun taşınıp nun tekni aldı peş okuludu. Yağıl muhatap bilen nun taşınıp nun tekni aldı kesir okuludu. Mesela sabere yasbiru tesbirune vovlen nun taşınıdı tesbirunne bulab tekilinidu. Tesbirine de nunur rep'i bilen yağıl muhatabe taşınıdı tesbirinne oludu. Kesri bilen taşlangan pail olan yağı dalalet kılındı. Nima bilan zamm bilan tashlangan fa'il bo'lgan vo'g'i dalolat qilinadi. Agar bu pil mushu fa'il vo'l jamoa fa'il ya'ul muxotiba bo'lgan pil alif bilan illatlik qilinib qolgan bo'lsa, radiya yarda bo'lgan bo'lsa, masalan tardayna deganga o'xshash alif bilan illatlik qilingan bo'lsa, bu alif allaqachon tashlanadi ve o ilipnin aldı petali kaldırıldı. İlip taşlanmayan bolsun botte tardavnaning tarda yuna o'tdi. İlip tarda yuna o'tdi. Tardayning tarda yina o'tdi. Şuna ilip taşlanıp taşlangan ilipning aldı petali kaldırıldı. Şunun tardayna oludu. Ama bu ta'kidlanganda nullam taşlandı. Vovul cema'a üzü peştik halette kaldırıldı. Yağul muhatebe üzü kesirlik halette kaldırıldı. Mesela terdavuna'nı tekilesek terdavunna dep tekileyimiz. Terdavuna. Terdayna'nı tekilesek la terdayinna dep mandak tekildi. Eğer bu faili vovul cema'a yağul muhatebe olan pil vavlen illetlik olan bolsa yoki yavlen illetlik olan bolsa da'a yad'uga o'xshash bo'lgan bo'lsa yoki qado yaqdiga o'xshash bo'lgan bo'lsa bu chaqda ta'kidlanishda masalan da'a yad'u tad'una yalma tad'ina o'tdi. Bu chaqda nun mutashilnudi vovul jamoa mutashildi nun mutashildi va ya'ul muxotabi mutashilnidi. Taşlangan vo'ning oldiga pesh harakat berildi, taşlangan ya'ning oldiga kasr harakat berildi. Tad'unani tad'unna dedi. Hazır bir edebiniz. Hazır tad'unna deb ta'kidlandi. Tad'unan dedi. Tad'unan dedi. Tad'inna şu asli qaydası tad'u vi nan dedi. Hazır nim bo'ldi? Tad'unna deb keldi. Qada yaqdi bo'lsa taqdinna deb mashina ta'kidlandi. Agar endi pilning fa'il, agar u pil fa'ilin nunun nisbati bo'lsa, pilning fa'il nun nisbati bo'lsa, pilning oxiri sukunga mabni bo'ladi. Pilning oxiri sukunga mabni bo'ladi. Bu fa'il bo'lgan nun nisbat har qanday holatda tashlanmaydi. Ta'kidlamoqchi bo'lsak, nuni ta'kid bilan nunun nisbatning o'ttirig'iga bir alifil mufariqa ya alifil fasila keldirildi. Tavasil emsal meydan kelmesi için. Arıqı marqınlar bir yakıp kalması için. Mesela tezhebna ya ki tezhebna desek tezhebnan izhebna olsa izhebnan degan o'xshash bunda bo'ladi. Ammo o nunu ta'kid bu yerda kasr o'qiladi. Shu nunu ta'kid kasr alif isnayn fa'il alif isnayn bo'lganda nun ta'kid bilan ta'kidlangan nun ta'kid kasr o'qiladi. Ve failin nun nisbati olsa yoki fail pilning alif istan bo'lganda nun ta'kid bilan ta'kidlanganda nun ta'kid kasr o'qiladi. Endi yuqorida bizning ko'rganimiz hammasi nuni ta'kid saqila nuni ta'kid mushaddada bilan pilning ta'kidlanish ahvoli. Endi nuni ta'kid xafif bilan ta'kidlanganda qanday ta'kidlanadi? Nuni ta'kid xafif bilan har qanday pil ta'kidlanadi degan vaqtimizda nuni ta'kid xafif bilan har qanday pil ta'kidlanmaydi. Faili alif istayn bo'lgan pillar nuni ta'kid xafif bilan ta'kidlanmaydi. Ya'ni alifdan keyin nun ta'kid xafifa kelmaydi. Bu baytni biz ko'rsak ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف وألفا زد قلبها مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندا
وَاحْذِفْ خَفِيفَةً لِسَاكِنٍ رَدِبْ وَبَعْدَ غَيْرِ فَتْحَةٍ إِذَا تَقِبْ وَرْدُدْ إِذَا حَذَفْتَهَا فِي الْوَقْفِ مَا مِنْ أَجْلِهَا فِي الْوَصْلِ كَانَ عُدِمًا وَأَبْدِلَنْهَا بَعْدَ فَتْحٍ أَلِفًا وَقْفًا كَمَا تَقُولُ فِي قِفًا قِفًا. Beytinin tercümesi. Nun-u takid hafife aliptin kin kelmeydi. Yani faili alif isneyn olgan pilla nun-u takid hafife bilen takidlenmeydi. Faili nun-u nisbet olsa alif isneyn bilen takidlenmeydi. Çünkü mesela tensura desek tensuran dep takidledi. Nun-u hafife bilen tensuran dep takidlemeyimiz. Çünkü iltiqa sakinin payda olab qaldı. Endi tensur nani nun nisbat fa'il olgan çağda nunun takid hafife bilen takidli olmaydı. Takidlesek tensur nan olab qalıdı. Tensur nan olab qalsa bolmaydı. Tensur nan ne oluş gerek o. Lakin şadide degen lekin alif dinken alif isneyn dinken yoki alif dinken taştılık nun takid hafife kilip bunu bilen takidledi. وكسرها ألف نون تاكيدنىڭ كەسر o'quşu küneldi. Yani qazı nunu təkidinin alif istəyindin kin kelgan nunu təkidinin yoki aliftin kin kelgan nun təkidinin kəsr o'qilishi küneldi. Mesela alif istayin fail olgan tensuranni yoki tensurnanni deb aliftin kin kelgan nun təkid kəsr o'qiladi. وَأَلِفًا زِدْ قَبْلَهَا مُؤَكَّدًا فِعْلًا إِلَى نُونِ الْإِنَاسِ أُسْنِدًا. Siz şu faile nunu nisbet olgan pilni ta'kidlagan chaqda şu nunu ta'kidning oldiga bir ilifni ziyoda qiling deydi, qo'shang deydi. Alifni o nunu ta'kidning oldiga alifni qo'shang ta'kidlab berguchi bo'lgan holatda bir ta'kidligicha bo'lgan holatda bir pilniki isnat qilinguchi pil ayollikning nuniga degan bo'ldi. Shu ayollik nuniga isnat qilingan pilni ta'kidlaganda shu nuni nisbatining keyniga nuni ta'kidning oldiga ya'ni ikkisining o'tirga bir ilifni qo'shangki izribnani izribnani izhabnani izhabnani tazribnani tazribnani deb bundaq ta'kidlang demoqchi. Ya'ni buni وَاحْذِفْ خَفِيفَةً لِسَاكِنٍ رَدِبْ. Siz nunu takid hafifini yüzüdün kin kelgan sakinning jihatidan tashib o'ting. Mesela biz şu isbir desek isbiran bo'ldik. Yoki bir nunu takiddan keyin nun takid hafifidan keyin iliflam kelib qolsa, iliflamlik ism kelib qolsa, ya'ni bir sakinlik ism kelsa bir narsa bir sakin kelib qolsa o'chaqda tashib o'tamiz. Masalan la tata'awwad desak la tata'awwad odatlanma degan bo'ldi. La tata'awwadanna desak odatlanmagin. La tata'awwadanna al-kazib desak sen yolg'onchilik odatlanmagin degan bo'ldi. Endi la tata'awwadan al-kaziba desak hozir la tata'awwadan degan shu nuni ta'kid hafifeden keyin sukunluq ta'kidning nunidan keyin al-kazib deb iliflamlik ism keldi. Iliflam bir sukun hisoblangachqa bu yerda ikki sukun bu yerda kelib qoldi. Shuning uchun nuni ta'kidni tashlaymiz. La tata'awwadal kaziba deymiz. Endi buning da ulamolarda ixtilof bor. Bir-birliklar deydi, nunni tashlab o'tamiz. Nunni tashlab o'tib la tata'awwadal kaziba yoki la tata'awwada al-kaziba deymiz. Nunni tashlab o'tamiz. Dalning zibar o'qilganligi ashariki nuni ta'kid hafifining baliqiga alomat deydi. Bir-birlik ulamolar deydi, unda qilmay, unda qilsaq bo'ladi deydi. Uni nima demoqchi desa, la tata'awwada nil kaziba deb ya'ni nun bir sukun, ilif bilan bir sukun, shunga sukun harakat etmoqchi bo'lsa kasr harakat o'tdik. La tata'awwada nil kaziba desak bo'ldi degichilar bor. Ammo Ibn Malik tashlab o'tishni tanlagan. Şun var vahzib hafifen li sakinin redib degan shu.
Ve ba'da gayri fethatin iza taqib. Yani fethanın gayridin kin to'xtaganda mı bunu taşıp eting deydi. İza taqib siz to'xtagan chaqda nun ta'kid xafifini taşlang fethanın gayrida. Ama fethalik altida ço ilip o'zgarting. Masalan, qipan degan so'z, qipan. Qip degan to'xta degan bo'ldi. Endi qipan desak cho'qim sen to'xtagin degan bo'ldi. To'xtam, mush gapda to'xtamoqchi bo'lsa, qipa deb to'xtaymiz. Chunki nun ta'kidning oldi fatha bo'lganligi uchun nun ta'kidning oldi fatha bo'lsa, nun ta'kidda to'xtagan chog'imizda nun ta'kid xafifa ilib o'zgaradi, qipa deganga o'xshash. Ammo nun ta'kid bilan to'xtaymiz, nun ta'kidning oldin qarib pashkan yoki zirkan bo'lsa, nun ta'kid o'zi uni tashlanib ketadi. Masalan, biz ta'kidlab keltirsak, tasbira desak, tasbir odatda nun ta'kid saqila bilan tasniyasi bo'lmaydi. Tasbiruna, la tasbirun, la tasbiruna desa, la tasbiru nande, la tasbirun dedik, la tasbirun. Endi ayollarcha la tasbirin oldu, la tasbirin, la tasbirun oldu. Mana bu fathaning g'ayri oldu. Endi to'xtamishada la tasbirun deb to'xtamoqchi bo'lsak, bunda sukunli qoida to'xtamay, buni ilib qo'yatgili bo'lmaydi. Anda bo'lsa, buni tashlab o'tamiz, la tasbiru deb. Ammo nun ta'kidni tashlayotgan vaqtimizda nun ta'kidning jihatidan tashlangan bir vova, vovul jamoa va u asl la tasbiru de. La tasbiru bo'lgandan ta'kidlagan vaqtimizda o tashlangan la tasbiruga qolgan. La tasbirun bo'ldi. Nunni tashlasak tashlangan harf asli vovul jamoa asli qaytib ketdi, la tasbiru bo'ldi. Endi la tasbirin to'xtasak la tasbiri deb to'xtamay la tasbiri deymiz. Tashlangan ya qaytib keladi. Çünkü to'xtagan vaqtimizda o fathaning g'ayrida yana uning xafifini tashlang degan bo'ldi. Vardut iza hazabta fil vaqfi ma min ajda fil wasl kan udima degan mana shu bayon qilgan. Ina qasi nun ta'kid xafifini tashlayotganda tashlangan o'l jamoa bilan ya al muxotibini qaytirib keling. La tasbiru de, la tasbirun de ta'kidlagan vaqtda ta'kid nunni tashlab o'ni qaytirib keldik. La tasbiru, la tasbiri bo'lsin, tashlangan ya al muxotib bilan tashlangan o'l jamoa asli qaytib kelsin deydi. Şun vardut qaytirib keltiring deydi. Agar siz uni nuni ta'kid xafifini to'xtaganda tashlayversangiz, inin jihatidan vasli bo'lganda nuni ta'kid ulinib kelganda, shu nun ta'kidning jihatidan yuqtilgan, tashlab etilgan kana udima degan kana huzifa, tashlab etilgan yuqtilgan narsani qaytirib keling. U yuqtilgan narsa o'l jamoa ya al muxotabada buni qaytirib keling. Va abdilanha ba'da fathin alifa va uning ta'kid xafifini fathadan keyin to'xtasangiz alif yotgan deydi. Va u vaqfanligini shu alifin nuni ta'kid xafifini alifdan fathadan keyin to'xtagan chaqda alif yotgan siz qipan degan so'zda to'xtasangiz qipa deganingizga o'xshash. Mana bu nun ta'kid xafifininki ta'kidlash ahvoli. Demak, nun ta'kid xafifida 4 xil ahvol bor. Birinchisi nun ta'kid xafifa alifdan kamaydi. Alifninki bo'lsin, nun satinkiga bo'lsin kamaydi. Bunday. Ikkinchisi bu nun ta'kid xafifa nuni nisbat fa'il bo'lgan filni ta'kidlab kamaydi. Üçüncüsü nun ta'kid xafifa dinkin sakinlik söz kelsa ya nun ta'kid xafifida to'xtalsa, nun ta'kid xafifinin oldin qarib zibarning g'ayri bo'lsa, zir yoki pash bo'lsa nun ta'kid tashlanishi vojib bo'ladi. To'rtinchisi nun ta'kidni to'xtagan chog'da nun ta'kiddan nun ta'kid ne ilib qo'yotganini to'xtaganda nun ta'kid xafifi ilib qo'yotganidi agar nun ta'kidning oldin qarib nima bo'lsa fatha bo'lsa. Masalan, ifta'adan
ibtaiden en mecalisil muğtab. Gayvet horluk o soğundun yarak bulsa iftaiden muşu toxtamakçı olsak iftaida deb muşunu toxtaymiz. Mana bu nunu ta'kid haqidagi dersimiz muşunundan ahirlaştı. Kinki dersimiz gayri munsirif haqqida buludu. Ve ahir da'vana anilhamdülillahi rabbil alamin.